onam ig'ir tatib qo'yib qazna qo'yib kirib ketdi. Gap shu yerga xulosalandiki, dadam qo'shilgan ishga onamning yoqtish turganli gap edi. Uydagilarning ma'qulligini elish osonga to'xtagani bilan ularning andisi bor edi. Agar muhtaram sekretarimiz yosh chog'lardagi adovatini cho'ylida suzib chiqib, qizini menga bermaydigan qatorga chiqsa, qanday qildik? Bu albatta dadamning andisi edi. Shu Nurinsaga bo'lgan tarbiyani necha hassa kuchaytirishga to'g'ri keldi. Deyishvog'inimiz bo'yicha shom vaqti bilan mahallamizdagi ko'l bo'yida tush mezgilida ularning uyining keyindagi cho'ng jigidi tuvida ko'rishib kelayotgandik. Cho'ng jigidi tuvida o'tlar g'ishmaklashib o'sib ketgan olvosda uy ko'rda qo'rqinchli bo'lib, qarmoqqa rostilla olvosda o'sib o'xshab ketgachga odamni sur bosatdi. Yenidan o'tganlarmi titrab turib orin o'tadi. Shu zo'rning zahmati bo'lmasa, bu yerga ancha bir kun kelmaydi. Men Nurinsaga yozgan xatga so'g'uq mehmon bo'lib Zaynab orqadan ko'zlarini qizartib Nurinsa chiqqani bilan bosh qizlar bo'lsa mendan voz kes kechatdiki bu yerga hargiz kelmaydi. Biroq Nurinsa bilan Zaynab kichkidilla bu atrofda o'ynab cho'ng bo'g'achqa ancha qo'rqib ketmaydi. Nurinsani bu yerga hech kim kelmaydi deb o'shada ko'rishishga ma'qul qilgan edim. Elchi kirgizish ishida yuqorqi andishlarni Nurinsaga deb o'tmay bo'lmaydi. Shunga bir kuni Nurinsani o daraxtning dalisiga tortib turib, yosh vaqtlarda ota-onamning va mejlis sekretarining o'rtasida bo'lib o'tgan ishlarni bir-birlab bayon qilib berdim. O gaplarimni anglab, kulib, tiliqib qoldim. Tova deydi o ba'zi gaplarga aqli yetmay hayron bo'lib. Shunda qilib ahdini cham qilish, qandaqli ish bo'lsa-mu va'daga xiloflik qilmaslik to'g'risida tarbiyani yana biroz to'lg'ab turib chimiltimda mag'ziga birini suyib yo'l o'sib qo'ydim. Kechliga ota-onam mahalla masjidining imomini ilib, Mishtahon sekretar, yana hozirgi qaynotamning oldiga elchilikka kirib ketdi. Yurtimizning qoidasida qiz so'rab kirganda o'g'il billa ep berilmaydigan bo'g'achqa ko'zimni to'rt qilib ishimiz oldida saqlashga to'g'ri keldi. Bir g'ash peshim vaqt o'tganda agin ishit ichilib dadam bilan onam kirib keldi. Imom oxirimni yo'ldan uzitib qo'ygan bo'lsa kerak, u ko'rmaydi. Dadamning eg'izi qarab nimadir deyishni umid qilib turardi. Ularning qisroqqa nima deb javob berganini bilishga oldiraydi. Dadam gap so'z qilmasdan ishni aytdi va onamning keyindan uyga kirib ketdi. Tiqichida ular agishib uyga kirdi. Kirsin chiroqning yo'riqida ularning chiroyidan yig'ib turgan xapchilikni ko'rib, yurkim og'rigandek bo'ldi. Ko'nglim to'ygan edi. Boshida mushundaq sovuq dasturxon bilan uzitib qo'ydiganligini ota-onam bilmagan edi. Ularning ko'nglining yerim bo'g'inini ko'rib, menmi chidamadim. Qanday qilamiz bolam? Nurisa xonning besh bog'liqlik, qap bo'lishimizda deb yo'riq soldi. Qancha gap qilib baqsaqmi eriydigandek emas. Dedi onam o'xtatib qo'yib. Yo'q gap. Dedi dadam chapaq to'pisini tizig'i kaydirib qo'yib. Qiziga so'z qoldirib qo'ygan biras bo'lsa, aylig'icha ispusini burmay qolarmidi? Ularningza qizni bizga bergis kelmadi. Adolat ajab yomon tasgina bu. Qara bolam, o'g'il bola degan qilaman deb niyat qilgan ishni cho'qim qilish kerak. Ot beshidek oltin kesimi ko'nglim tushgani cho'qim yeb beraman. Dadam faxrlanib turib, maydisiga mushladi. Mening o'g'lim men qilganni qila olmasa, bunda bolani men topdim deb yurmayman juma. Qarab tur, Nurinsekni ashu mijdehni qo'ldan yulib olamiz. Hammamiz tangli kulishib ketdik. Ish o'xshadi. Elchilik sug'ishilashgan kunining ertasidan boshlab Nurinsa yana quduq tushgan toshdekda yo'qib ketdi. Uyning atrofini agib yurishlar, izzatni sadan so'rab surishti qilishlar, iymon xochamning xushamat qilib yejib, suvinishlar bekor ketdi. Zaynab bilan uchrashib qilishdan qochgan siri doim shu ko'rib qoladi. Ondan zahardek ochiq, hingdek sisiq gaplar bilan chiqib, o'zicha qaqoqlab kulib qo'yib o'tib ketadi. Xapda aytdim ichimda. Nurinsaning biri xabarni bergan bo'lsa, desib mejutib o'tib ketsa-mi mayli deytimda. Nurinsa yo'qolib ketib 10 kun bo'lay deganda mahalla masjidining imomining ayoli Busari xonim onamga Mishtahullarning qizi Nurinsa xonni bizning cho'ng o'g'ilga bergis berganmish, shu to'g'riliq gap burtibdi. Nurinsa xon, sizlarning o'g'il ko'rsagan qiz bo'lg'achqa biz ortiq bir narsa demadik, qog'inini bir maslahatlashamiz debdi. Ko'ring mashni, egilib qo'ygan odam bor deb bizga bermaydi ekan u. Imomning o'g'liga o'zi xaridorlik qilib borar ekan. Bu gapni anglab, Nirvom 40 kez o'rladi. Berim yaxshi dadam to'sib oldi. Bo'lmasa yoshliqimga elib bir ish chiqarib qo'yg'ili, tag'mas qilatdim. Xayr, ishlar shunday bo'ldi. Har nima desam-u, avval Nurinsa bilan bir ko'rishib, ondan keyingi qadamni besishim kerak edi. Dadamni onamni tatib olgan chaqdagi ishlarni so'zlab, kalli ishlatish, aqli bilan ish qilish to'g'rilab jiq tarbiya qildi. Bundaq chaqlarda onam hech nima demay kulib qo'yatdi. Dadamning deyishicha, qancha ochig'im kelgan bo'lsa-mu, Mishtahon sekretarning ochig'ini keltirib qo'ysam bo'lmasmish. U menga qiynati bo'larmish.
Başta ko'ziga sat ko'rinib qolsam, qancha yaxshichaq bo'lganim bilanmi oldida umrvoyat yaxshi bo'lamasmishman. Ammo ish planga boqmadi. Men sat ko'rinib qolmay desammi, sat ko'rinadigan ish oxiri yuz berdi. Nurinsani bu qadar qop yurak deb o'ylamagan edim. Kutilmagan bir ish bilan u ota-onamni, meni va uydagilarni hayron qoldirdi. Bir kuni atdiganda onam aytgan umochqa nashliqqa o'ltirsak, imoni qachon paypaslab eshikdan usib kirdi va hozirab turib tillashga boshladi. Bu tikpas aramliq. Sizlarning bizni nima uchun bor edi? Qizimni nima qildinglarmi? Gap qilashu. Nurinsani deganlar rostmi? Gap qil deymi? Tilingni eshakda sivatimi aramda bo'lgan? İmani Xacamning gaplarining birini tushungan bo'lsam o'lay. Nurinsonning imoni Xacamga nima deganligini illa billa bilmaydi. Bu xotinning undirab kiribla odam tilishining sababini bilmasammi, ish qilib bakla ochig'im keldi. Qizni olay deb o'ylaganim rost, lekin texib birnim qog'dak bo'lmagan tursam, nimasiga nima yetmay chiqaq mozaydek yugurib kiribla odam tilaydi. Bu imoni Xacam nima bo'ldi? To'xpoq yemasdan yiqilib qopib kiriblar tillab etdik nemish bo'lib ketdi. Bir chiroyli itibarbalni aramliq deb chaqirmay, itin chaqirsa menda yomon bo'ladi. Qaylislar iti bo'lamdi, ichki bo'lamdi, uning bilan mening ko'rim yo'q. Mama yemaqdan. Men qo'lini shiltib, imoni Xacam ig'izdan tükürük chachirtib turib, "Muni qotir o'chkilari qizimning nomusiga tegibdi. Biz bu mal yuzimizni ko'tarib yurimizmi, yurmaymizmi? Voyma o'lay, qo'shni o'tirganga sazaymi endi?" imoni Xacam shundoq deb butun uyni beshiq kiyib yig'ilib turdi. Uning xuddi dadasi o'lgandek g'ozi ichib yig'ilishidan cho'chib ketdi. Albatta, dadam bilan onamning qo'rqinchimi menikidan kam emas edi. Hammadan yomon bo'lgani imoni Xacamning yig'i ovozini anglagan qulim qo'shnilar uyga bir-birlab yig'ilib turdi. Sababini hech kim bilmagan bu yig'i uyga ulug' ushoq qulim qo'shnilarni tamomiyla yig'ib bo'lgan bo'lib, bayni kent komitetiga yig'ini anglagan yig'ilgan a'zolarda qatorsiga tizilishib turib ketgan edi. Onam bechora kirganlarni to'rga boshlab avara. Dadam bo'lsa adlar bilan qo'l elishib ko'rishib, ahvol so'rab ulgurib bo'lolmay qolgan edi. İmoni Xacam ko'zini yumib olib o'zini qajatlab bir oz yig'ilgandan keyin jim bo'ldi. U ko'zini ichib atrofga qarab qo'shnilarning hammasini yenidi ko'rdi va cho'chib ketdi. Abaydan beri tartqishlab, ahvol so'rab, yig'isini bazlab tasalli berib, yig'isining sababini so'rab hech javob olamagan qo'shnilar birdan yig'lavasi bisqib qolar dedimi, uni ro'yi qo'yib bergan edi. U yig'idan to'xtab ko'zini ochgandan keyin atrofidagilarga hayronlik bilan qarab o'ltirib ketdi. Andan yana o'ndirab o'rnidan turib, hech kimga xushmi demay, tartqistab bo'lamagan odam hojatxonaga chopgandek oldirashla chiqib ketdi. Uy ichidagilarning ba'zilari uning bu qilqiga qarab xildishib kulishsa, ba'zilari hayronlikdan ko'zlarini chimchiqiltib, birda imoni Xacam chiqib ketgan eshikka, birda dadam bilan onamga qaraydi. Dadam qo'shnilarni o'zitib qo'yib, Mishtaxon sekretarning uyiga kirib ketdi. Oradan qanchalik vaqt o'tdikan, bir chaqda ko'zlari qon quygandek qizirib, mushtini ching tugib olgan dadam xuddi hozirla urutdigandek bir alpozli uyga kirib keldi. Ondan oldimga davaylab kelgunicha so'roqqa tushdi. Gap qila xumsa, men seni o'g'il bola deb baxtimmi? Alman deganingni elib berman dedim. Yuzim so'rim bo'lsa-mu, xatni oldida sarg'aysam, cho'qib olaman deganingni elib berishga va'da qildim. Elib bermayman desam-ku, shunday qilsam, elib beray deb tursam, yana yuzimga po'q surkab yudaman. Nijas. Ağlarning oldida meni o'lsin dedim-ku. Chiqqin bo'lsa. Voy, nim bo'ldilar? Birdamda qanjiq ittal bo'lmagandasizmi? Dedi onam jiddiylashib dadamning belkidan tartqishlab. Gap bo'lsa chiroyli demamlar, bolni qo'rqitmay. Qaysi qilgan chiroyli ishga chiroyli gap qilgan-a? Chiroyli gap qilg'ida ish qilibdi-mi? O'zim bir so'rab baqa, atoliq o'g'limni. To'g'ri qildim xudoyim. Bugun jimi insonlarga kasal tegdimi nima? Birsi hech gapdan hech gap yo'qla o'ndirib kirib, ta'tir tillab, yig'lab o'zini urib ketsa, yana biri uxlab jo'ylagandek bekordilla odam tillasa. Men zodi nima ish qildim buncha qilg'idek? Koshki gunoyimdan kichikkin deb berib urib mijivasim mayli tug'u. Voy jinim dada, elim shu nemish bo'g'inini deb berib ondan tillig'il tursam. Men hech nimni bilmasam, undaq hammalar qo'sig'imdekini top deb turvasanlar men qanday qilaman? Hey, ağlarni ayvash keltirib, aldab shilab qizni kelin qilib ko'chirib kirvoqcha qisib tursam bo'lmasmidi? Dedi dadam qo'llarini shiltib. Do'mmi cho'yganda qaynab so'zlab. Nima numasa o'ylab boqina. Isit. Yosh chog'larimizga ishlarni shunda qilsin deb aytib berdi deb qoldingmi? Ha? U ahli yo'q to'qib boqa. Hey, odam emas. U degan qaysi zaman? Hozir degan qaysi zaman? Qizini bermasa numusi o'tigilgan gap bormi-kan? Hey, dalta. Ash qiz balig'imi ming la'nat. Har qancha tegiz kelib ketsimi, o'ng balig'i o'zini tutqizamni deyman. Isit. Dadam saqalni yo'lg'idek bo'lib siqimdab ketdi. Jon achchig'ida so'zlagan bo'g'achqa eg'izdan chachirgan tükürüklari saqalga tushadi.
neymiş bo'lganligini sal ilg'i qilgandek bo'ldi. Demak, to'xta. Ya ma'haq qizimizga cheqildi deb men tuhmat qilmoqchi yoki bo'lmasa Nurinsa uydagilarga yolg'on aytib, shapaq po'qni ustidi. Dada, to'xta dada. Iniqroq debpagina o'pdan dada. O odamning sayatlari sana nima dedi? Meni qarlab biranasiga o'xshamanda? Dedim men dadamning qo'liga eslab yelingan holda. Dedi. Deganni o yuzimga dedi. Shunlar chiroyli bola bo'ldi deb yursam, asli bir kala boqibdi men, kala. Mishtaxullar sening bola bizning qizni aldab nomus tegibdi. Qonunga borman deb yuriydi. Sen san qilgan ajrim. Dada, to'xtag'ina. Men tushundiray. Zinhor qara, hargiz undaq ish yo'q. Dadamning gaplarini anglab, menimdan tutun chiqib ketdi. O'ngim turmoq tushundim, Nurinsaga yiqi yo'llab baqmagan tursam, bu gap neden chiqdi endi? Yo'q dada, undaq ish yo'q, faqatla undaq ish yo'q. Sen qasam qilib beray. Nurinsa ishimizdan o'tirsa undaq ish bo'lib baqmadi. Xudo haqqi men ishongan jinim dada. Qandoq tushundiray? Pok ekanligimizga o'tirmizda hech qanday ish yo'qligi dadam bilan onamni qandoq ishondiray? Dadam gapning negizini degandan boshlab eg'izini tutib yig'lashga boshlagan onam men hozir rosa ho'tartib nag'ma qilishga o'tgan edi. Birda onamga yolvuratdim, birda dadamga. Buning tuhmat ekanligini qanday qilib isbotlaman? Bu zot kim ko'tarib qo'pgan gapdi endi? Nurnisayim ota-onasiga seni menga chiqildi debdi. Yana tag'i shuni bermasanlar o'lib olaman, urib o'ltirmasanlar sizlar topgan loyiq tegmayman deb qo'rqitibdi. Uydagi hammasini tillab, vorqirab, kim yaqin kelsa urib, kuch yetmasa tishlab, qo'li chiqqanini etib, butun uyni beshiga kiyib saroqlab qutdi. Mana sen qilgan ishning tamoshisi. Nima deyman endi? Nima deyman endi? Bir pul berib usulga solsa 10 pul berib to'xtatqili bo'lmabdi degandek, mana saranjinning topgan ishini ko'rmamdi. Seni cho'qim olaman. Sen me gapingni ching turmasang bo'lmaydi. Qandaqlash bo'lsa-mu, menga tegishda ching tura olsang, cho'qim to'y qila olamiz degandim-ku aytdi. Razılıq berişkenden beri ikki qitimni mangziga so'yib qo'yganim esimda. Shunchaki so'ygangimi chiqilgan bo'laman menda. Qanday qilsam bo'lar shu topda. Uydagilar ko'zimning ichiga qarab mendan bir gap chiqishini kutib turdi. Biroq qoshlaridan har qancha gap qilsam-mu, menga ishonmaydiganlik chiqib turdi. Voy, suvani tutib qoldi-ku. O'g'il bola bo'lgandan keyin katta bir gap qilsam bo'lmamdi, Alloh salligoy. Ma'qul dada, lekin qara, men rost gap qilaman. O'ladigan ish bo'lsa-mu rost gap qilaman. Agar mening dadam bo'lsang, menga ishonmasang bo'lmaydi. Max Brushning gaplarini tag'i. Dada ekanligini gumon qilgansa degina? Dedi dadam ko'zlari chachirab chiqidek chakchiyib. Shumasini qilgan gapimmi? Bet chiqargoy. Yo'q dada. Deyman-ku endi shu. Seni menga ishonmay qolarmi deb ansirab o'ylamayli deb tashlagan bu gapimdan bakli xijil bo'ldim. Jiddiylashganimdan shundoq deb sog'inim uchun pushaymon qildim. Mayli, nimali demayli. Bu işte ota-onam menga ishonmasa talto'kis qora bo'latdim. Digina, sada nima gap bu? Qara dada, Nurinsa bilan o'ttirimizda hech qanday ish yo'q. Men uningga onamni Mishtaxonikamdan qandoq tatib olganingni deb bergan. Sen irodangni cho'ntira olsang cho'qim to'y qila olamiz degandim. Lekin hozirgacha Nurinsaga yiqiroqma o'ltirib boqmadim. Menga ishongan dada, o'ttirimizda hech bo'g'ni yo'q. Rasmo? Dadam gaplarimni anglab hayron qoldi. Ondan xushal bo'lgan holda murlarimdan tutib, chingmidi qisdi. Yolg'on gap qilsang, haqning oldida qara yuz bo'lib ketamiz, bolam. Jon chiqib ketadigan ish bo'lsa-mu, rost gap qil. Rost dada, yolg'on gap qilgan bo'lsam, do'zaxi bo'lib ketay. Ko'rdingmi, anasi? Dadam qattiq hayajonlanib, qo'limdan tortgan peti onamning oldiga yetib keldi. Onamma ko'zlaridan yosh taramlagan holda viliplab kulib, bizga qarab turardi. O'g'lim meni tatibdi. Menda g'urur bor, ayollik bola bo'ldi. Taxi ko'zi chiqqan qizning ko'nglini uftab, shuncha cho'ng ishtimo bilan bog'lab oldiga chiqolg'iday qilib o'tibdi. O'g'limiz meni besishibdi. Ayni chaqda sen to'g'riliq men yomon gap taqatgan. Lekin bolalarning ichida o'g'limiz emas, kelinimiz yomon chiqibdi. Yey, satlikini, xuddi shuncha qat ish qilayotgandek, nega kent ishlarni chuvib yurayotganlar, bolani oldida satlashib. Onam shundoq deb yoshlarini surtdi. Dadammo deb yenikdan oldi. Shu kuni kechda uyda ig'ir maslahat bo'ldi. Dadam Nurinsa ikkimizning ishida oldirmaslikni, Mishtaxonikamlarning ochiq sal yonganda qiz so'rab yana bir kirib boqadiganligini, hozir bu ishga kirishib olsak, ishni ximiga yondirib qo'ydiganligimizni tahlil qilib so'zildi. Yana bir tarafdan Mishtaxonikamlarning uyida unchalik gap so'zlar chiqqan ekan, bu gap hamon tarab ketmay qolmaymish. Agar shundaqli bo'lsa, Mishtaxonikamlarmi yuzining to'kilishidan ansirab bo'lsa-mu, Nurinsani menga chetib qo'yamish. Bu gapga chin tutsam-mu, Nurinsa ko'tirib qo'pgan
chekilish ishining tarqalib yurishiga ishonmadi. Chunki Imoni Xocham Nurinsonni qoznaq solib olgan tursa, jidal majra chiqmasmi ularning uy ishida chiqadigan tursa, bu gaplar qaysi tarafdan put chiqarib tarqalib yuratdi. Ammo cho'nglar shundaq devolsa, ma'qul demay nima chora? Ya'ni kelib bu ishda dadamning menga ishonganining o'zi cho'ng ish edi. Gaplar shundaq maslahat topdi. Mijdohun akamlar yana qandoq pozitsiya bildirdi, qarab baqadigan bo'ldik. Nima degan bilan cho'ng deganning cho'ngligi bor-da. Dadam ishning keyinligini haqiqatan to'g'ri qiyos qilgan edi. Nurinsaning otasi Zaynab mahallaning chetidagi yordamlarni qo'yib o'tib, mushu mahallik Bunsari ismli qizga Nurinsaning uydagilarga aytganlarini chala qo'ymay to'kib beribdi. Bu qiz obdan bir xabar topdim deb xush bo'lib ketdimi? Yoki Sahra yerning azaldan g'ayvat shikoyatsiz tarqaladigan an'anasiga buzg'unchilik qilsa kelmadimi? Bir kun ichida bu chekilish voqeasini so'rmaganning hammaga deb berib, butun mahallaga purkatkizib o'tibdi. Anlag'anlar xuddi mahallamizdan g'alati maxluq chiqqandek, men hayronlik bilan tikilib qarshiladigan, ba'zilari yiroqdan g'alati kulib salom qilib, ko'zimning ichiga sat qaraydigan bo'lib qoldi. Shunday qilib bu ishlar mahallaga tamomiy tarqalib bo'ldi. Hamda Mijdohun sekretar va uning uydagilarning bu ishlarga nima deb qanday pozitsiya bildirganligiga qarab, shu tarafni tanishashga tushdik. Ular jimiri. Biroq Imoni Xocham meni ko'rsa, xuddi nijosatni ko'rgandek yergangan qiyofatga qaraydi. Zaynab bo'lsa burunqidek sesxini chiqarib yuratdi. Mijdohun sekretarni talatuzda ko'rolmaydi. Balkim bu ishlar yig'ir kelib, yuzini ko'tarib yurish tasgagan chig'i uydan chiqolmaydiganlar bo'lib ketdi. Bir kun dadam endi vaqti keldi dedi. Va tunji qitim elchilikka birga kirishib bergan Imom xonimni oldiga selib, Mijdohun akamlarning uyiga kirib ketishdi. Ular sekretarımızning uyida xilil hayal bo'ldi. Yenib chiqqan vaqtda har ikkisining yuzlarida kulki parlaydi. Dadamning deyishicha, Imoni Xocham dadamlarga tuzuk chiroy ochmoqdimish, lekin Mijdohun akam unda qilmabdi. Nurinsada menga ikkinchi qitim so'raganda, Imoni Xocham qo'shiqni uychi bodek tashlab qo'yib chiqib ketibdi. Mijdohun akam bo'lsa, bu ishga o'zi yolg'iz javob berib o'tmaydiganligini, avval Imoni Xochamga bir maslahat sepaqirganligini, ondan Nurinsaning og'ziga bir qarab etmasa bo'lmaydiganligini aytib, chiroyli gap bilan yo'lga sapdi. Bu gaplarni anglab har holda xotirjam bo'ldi. Dadammo endi ularning ma'qul degan bir ig'iz gapila qoldi degandan keyin tamoman ko'nglim tindi. Tamoman ko'nglim tindi. Tamoman ko'nglim tindi. Tamoman ko'nglim tindi. Tamoman